Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi tudinglarmi? Bugun 8-oyning 3-kuni. Yana bir yangi xush xabar anglaymiz. Hammamizning xabar bo'lgandek, Amerika davlat ishlar bosh kotibi Pompeo apandi Kaliforniya shtatida nutq so'zlab, biz Xitoy hokimiyatini cho'qim o'zgartimiz degan so'zidan keyin shu kundan boshlab Amerika hukumati Xitoy kommunist hokimiyatiga taqobil turadigan, Xitoy kommunist hokimiyatiga qaytarim zarb beradigan, Xitoy kommunist hokimiyatining qurilmasini o'zgartiradigan asosli bazaga aylandi. Tunugundan buyon Amerika hukumatining bosh kotibining ikki yordamchisi Xitoy hukumatiga qarshi harakatni boshlab ketdi. Buningdan boshqa Amerika Davlat mudofaa ministri Amerikaning havoyi orolida 2-Dunyo urushining 75 yillik xotirlash kunida so'z qilib, biz 41-yili Amerikaning Pearl Harbor vaqasiga taqobil turgandek, biz hozir Xitoy hokimiyatining har qanday harakatlariga taqobil turish tayyorligini bitirib bo'ldik debdi. Biz oldi bilan Amerika bosh kotibi Pompeo apandimning muxbirlarni kutilish yig'inida so'z qilib mundaq debdi. Biz bugundan boshlab Amerikada turayotgan Xitoyning diplomat xodimlariga tangdoshlik prinsipini qo'llanamiz. Ya'ni o'xshash darajalik shaklda muomala qilamiz demoqchi. Ya'ni Xitoy hukumatı Xitoy davlatida Amerikaningki diplomat xodimlariga qanday shaklda muomala qilgan bo'lsa, Amerika hukumatimi Amerikada turayotgan Xitoyning diplomat xodimlariga o'xshash darajada muomala qilish. Ya'ni birga bir. Xitoy davlatida turishliq Amerikaning diplomat xodimlariga Xitoy hukumati cheklama qo'yib, Amerikaning diplomat xodimlari Xitoydagi yerlik xalqlar bilan aloqa qilishni cheklagan. Ya'ni Xitoydagi oliy maktablarga yerlik hukumatlar bilan aloqa qilishni cheklagan. Ya'ni Xitoyda turishliq Amerika diplomat xodimlari Xitoy sotsial medialarini ishlatishni cheklagan. Shunga Amerika hukumati bugundan boshlab buyruq chiqarib, Amerikada turishliq Xitoy diplomat xodimlarini o'xshash darajada cheklaydi ekan. Xitoy diplomat xodimlarimi Amerikaning oliy maktablariga berish, yerlik xalqlar bilan aloqa qilish, har qaysi shirkatlarning amaldorlari bilan aloqa qilish harakatlarini butunlay cheklaydi ekan. Amerikada turishliq Xitoy diplomat xodimlari Amerikaning ma'lum bir organlariga berib ko'rishmoqchi bo'lsa, oldi bilan Amerika hukumatidan ruxsat olish kerak ekan. Hatta Xitoy diplomat amaldorlari Xitoy konsul atroflarida 50 dan ko'proq odam qatnashgan madaniy faoliyat qilmoqchi bo'lsa-mu, Amerika hukumatidan ruxsat olish kerak ekan. Amerikada turishliq Xitoy diplomat xodimlari Amerikaning har qanday sotsial medialarini ishlatmoqchi bo'lsa, Xitoy hukumat nomidan tizimlatishi shart qilingan. Amerika bosh kotibi Michael Pompeo apandim Xitoy hukumatiga qarta tang darajalik siyosatni qo'llangan. Bunda aytganda Xitoy fashist hokimiyatiga qattiq pozitsiyasida bo'lgan. Undan boshqa Amerika hukumatining ikki yordamchi kotibimi jiddiy harakatga o'tgan. Bunda aytganda Amerika hukumatining 3-huquq o'rnidagi yordamchi kotib William Patrick Keller apandi o'sha oyning ichida Tayvanda ziyoratda bo'lmoqchi ekan. Biz tununki xabarimizdami Amerika amaldorlari bundan keyin Tayvanda ziyoratda bo'ladigan mazmunda xabarlandigan edik. Patrick Keller apandining Tayvanda ziyoratda bo'ladigan xabarini anglagan Tayvan hukumati nihoyat xush bo'lgan. Texi yaqinda Amerikaning Sahya ministri Tayvanda ziyoratini tugatib bo'lib, endi keyindala Amerikaning muavin bosh kotibi Tayvanda ziyoratda bo'ladi ekan. Bunda aytganda Amerika hukumatining muavin bosh kotibining Tayvanda ziyoratda bo'lishi Amerika hukumatining bosh kotibi Michael Pompeo apandimning Tayvanga kelib ziyoratda bo'ladigan asoslarni silishgan. Endi Tayvanga ziyorat qilishdagi maqsad nima degan chaqda Amerika hukumati o'z bayonot e'lon qilib, bundan keyin Tayvan bilan bo'lgan munosabatni sari kuchaytirish, hatto erkin savdo munosabatni barpo qilish. 8-oyning 30-kuni Amerika bosh kotibining yordamchisi Stephen apandimi ekran orqali Tayvanning iqtisodiy ministri Wang Meihua bilan ko'rishib, savdo iqtisod to'g'risida suhbat qilish qadam bosqichlarini so'zlashgan ekan. Endi bundan keyin Amerikaning hukumat amaldorlari Tayvanda ko'plab ziyoratda bo'ladi ekan. Endi yana bir yaxshi bir xabar bo'lsa, Amerika hukumatining yana bir yordamchi kotibi Stephen Biegun apandim bu odam maxsus Amerika davlat mudofaa ishlariga mas'ul ekan.
Bu adam tünügün məxsus Hindistan hökumətinin dövlət müdafiə mütəxəssis xadimləri bilan ekran yığını içib, məxsus Xitay faşist hakimiyyətinə taqabil turuş strategilik yığını içibdi. U yığında söz qilib, Amerika dövləti keng ko'lamlik jihatda har xil tadbir vositalarini ishga silib, Xitoy hakimiyyətinə taqabil turush mazmunda söz qilibdi. Bo'libmi Amerika hukumati Xitoy faşist hakimiyyətinə qarta iqtisodiy jihatda, diplomatiya jihatda, davlat mudofaa ishlari jihatda Xitoyga taqabil turush harakatini boshlab ekan. Shuning bilan birlikda Amerika davlati o'zining ittifoqdosh davlatlari bilan hamkorlikni kuchaytirdi ekan. Amerika hukumati bo'libmi Hindiston, Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga o'xshash, ya'ni NATO organiga o'xshash bir organ qurib chiqmoqchi ekan. Bu 4 ittifoqdosh davlat orqali Xitoy hokimiyatiga ajallik zarba berish qadam bosqichini ilib bordi ekan. Endi biz biladigan NATO armiyasi, NATO tashkiloti deganimiz, ya'ni tafsiliy qilib aytganda Shimoliy Atlantik Okean Ahdi tashkiloti deb ataladi. Bu Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti ayni vaqtida Sovet ittifoqiga qarshi turish uchun qurilgan bir kuchli tashkilot. Bu tashkilotning a'zolari Yevropadagi har qaysi davlatlar va Amerika davlatining qo'mondonligida bo'lgan ekan. Bu Shimoliy Atlantik Okean tashkiloti ayni vaqtida Sovet ittifoqiga qarshi turgan bo'lsa, hozirgi vaqtlarda Rossiyaga mu qarshi turdi ekan. Sobiq Yugoslaviyani mu shu tashkilot yo'q qilib etgan. Endi Xitoy hokimiyatiga taqobil turishda texnik maxsus bir tashkilot qurilmabdi. Shunga Amerika hukumatining yordamchi bosh kotibi davlat mudofaa ishlariga mas'ul bo'lgan Bigan efendim yuqorqi tashabbusni o'tirib qo'yibdi. Hindi Tinch okeanining sarkardisi bo'lgan Hindiston davlati, Yaponiya davlati, Avstraliya davlati bilan NATO organiga o'xshash bir organ qurib chiqdi ekan. Qurilib chiqadigan bu davlatlar asosan kuchli davlatlar bo'lib, bu davlatlar orqali Xitoy kommunist hokimiyatining jinini oladi ekan. Shunga bu kuchli 4 davlat ittifoqdosh munosabatni barpo qilib, bundan keyin G'arbiy Tinch okean va Janubiy Osiyodagi davlatlarni a'zolikqa qabul qiladi ekan. Bu orqali Xitoyga ajallik zarba berdi ekan. Bunda aytganda, ya'ni Shimoliy Tinch okeanda NATOga o'xshash bir organning qurilishi Xitoy hokimiyatiga nisbatan, bo'libmi Xi Jinping nisbatan baloqaza kelishning shabisi ko'rinib o'tibdi. Haqqoniyatni yaqlaydigan butun dunyo xalqiga nisbatan xo'sharnorlik ishning boshlanishi bo'lib o'tibdi. Men o'ylayman, Uyg'urlarning orzusimi Xitoy hokimiyatining balduroq gumron bo'lishi uchun G'arbiy Tinch okeanda balduroq NATOdek bir organning qurilishini umid qiladi. Endi Amerika davlat mudofaa ministri yaqindan buyon Tinch okeandagi birinchi orollar zanjiri va ikkinchi orollar zanjirini ko'zdan kechirib, bir qancha kunning oldida Amerika davlat mudofaa ministri Esper efendi ikkinchi orollar zanjiri bo'lgan Guam orolini ko'zdan kechiribdi. Uningdan keyin Saypan orollarini ko'zdan kechiribdi. Palovga kelib, harbiy mudofaa ishlarini kuchaytiribdi. Ko'zdan kechirish ziyoratlarini oxirlashtirib, Havay orliq qaytib kelib, damilishga chiqqan Missouri urush paraxotining ustiga chiqib, 2-Dunyo urushining 75 yillik kunini xotirlash faoliyatida nutq so'zlab, so'zida biz 41-yilga o'xshash urush tayyorligini hozirlab bo'ldik. Endi Tinch okeandagi zo'migarlarga qarshi turamiz. Amerikaning erkinligini qo'g'daymiz, ya'ni Amerikaning ittifoqdoshlarini qo'g'daymiz deb nutq so'zlabdi. Esper efendimning so'zidagi Hindi Tinch okeanlardagi zo'migar degani Xitoy davlatini ko'rsatdi ekan. Yana bir muhim gapi bo'lsa, biz 41-yildagi urush tayyorligiga o'xshash urush tayyorligini qilib bo'ldik debdi. Endi 41-yildagi urush tayyorligi degan nima deganda, 1941-yili 12-oyning 7-kuni Yapon militarist armiyasi 6 dona oya matkasini avatib 400 dan ortiq aeroplanlarni ishga silib, Amerika dengiz armiyasining bu harbiy bazasi bo'lgan Pearl Harbor orolini to'xtamay bombardimon qilib, Amerikaning oyomatka paraxotidan boshqa nurg'unlagan asosli urush paraxotlarining hammasini vayron qilib etgan. 2000 dan ortiq odamlar o'lgan. Bunda aytganda Amerikaning dengiz armiya kuchi og'ir chiqimga uchragan. Shuning bilan Amerika xalqi o'rnidan qaytadan dast turib, 2-Dunyo urushiga kirgan. Oxirida Yaponiyani yengib, Amerika armiyasi Yapon
quruqligiga chiqib, Yaponiyaning ayni vaqtidagi hukumat tuzilmalarini o'zgartib, hozirgi Yaponiya hukumatini qurib chiqqan. Aspir efendimning nutqda qilgan so'zi Xitoy hukumatiga shuni signal qilib berdiki, agar Xitoy hukumati g'iding-piding qiladi ekan, Amerika davlati va Amerikaning ittifoqdoshlar qo'shinining ajallik zarbasiga uchraydi ekan. Bugungi xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.